Assalomu alaykum hurmatli katta unumlarning guruhimiz a'zolayotganmiz kuzatuvchilar. Do'stlar, bugun 9-iyun sanasida Farg'ona viloyati Rishton tumani Sohibkon MFSida, xudo xolasa, o'sha Qarg'ashdan keyingi Sohibkon MFSida sistemalarni qildik, xudo xolasa. Mana shu xonadonimizga kattuklarni o'rnashtirdik. Do'stlar, montajlarni tugatdik inshaalloh. Mana shu ichkalarimiz jami 11 ta batareya qo'yildi, общий. Do'stlar, ko'rib turganingizdek panel radiatorlar qo'yildi. Romlariga o'sha panel radiatorlar qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek. Ichkaridan video qilmay deyishgan, ichkaridan video qilmay. Orqa tomoniga katta ustanovka qildik. Xo'p do'stlar, mana 30 kilovatlik kattorimiz ustanovka qilingan. Bu yerga olib kelib o'rnatdik. Ana endi hozir svetimiz yo'qligi uchun hali yoqilgani yo'q kattorimiz. Ko'rib turganlaringdek. Ham qo'shimcha davarishni asosan qo'yib qo'yilgan bu katta yo'limizga. Do'stlar, kimga shunday katta yo'l xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Ishimiz respublika bo'ylab, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Sistema montajni ham o'zlarini qilib beradilar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimiz sifatli va garantiyali qilib beriladi. Samatok bo'lgan bu xonadonimiz. Xo'p do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar.